afsus razolatga to'ldi bu ochim, aybni o'zgalarga to'nkaman uchun. Senga o't qo'ydilar bir yermak uchun, senga o't qo'ydilar bir yermak uchun. Rimga nega kelding Tunislik bola, Rimga nega kelding Tunislik bola. Afrika qit'asining Tunis mamlakatidan bir arab bolasi ish qidirib, non qidirib Rim shahriga kelib qoladi. Kun bo'yi ish ham topolmay, non ham topolmay, ko'chaning bir chekkasida och nahor uxlab qoladi. Uxlab yotgan arab bolasini ko'rgan fashist bolalari haligi bolaga benzin quyib, o't yoqib yuboradilar. Politsiya kelib, fashist bolalarini tutib, nega bu begunoh bolaga o't qo'ydingiz deganida, hayotimiz zerikarli bo'lib ketdi, turmushimiz qiziq bo'lsin deb shunchaki bir ermak uchun o't qo'ydik deydilar. Bilaman sen uchun parchanon qahat, zamin mozor bo'lsang Afrika lahat, zamin mozor bo'lsang Afrika lahat. O't qo'ysa o't qo'ysin o'z eling faqat, o't qo'ysa o't qo'ysin o'z eling faqat. Rimga nega kelding Tunislik bola, Rimga nega kelding Tunislik bola. Farzandin avrab qolaydi, bu yurtning sayyodi odam ovlaydi, bu yurtning sayyodi odam ovlaydi. Rimga nega kelding Tunislik bola, Rimga nega kelding Tunislik bola. Holga kelmiş bu qadim lotin, bulg'alar sharafin, bulg'alar sotin, bulg'alar sharafin, bulg'alar sotin. Chumalicha ko'rmas odam hayotin, chumalicha ko'rmas odam hayotin. Rimga nega Rimga nega kelding Tunislik bola. Tütünga to'lmoqda odam zot ko'zi, yonib ketmasaydi dunyoning o'zi.
yonib ketmasaydi ya dunyoning o'zi. Rimga nega kelding tunislik bola? Rimga nega kelding ya tunislik bola? Rimga nega kelding tunislik bola? Rimga nega kelding tunislik bola? Tunislik bola, tunislik bola.